o'lim to'shagida yotgan og'ir rak kasali bilan kasallangan bemorlarni qaraydigan medsestralardan intervyu olishgan ekan, so'rashgan ekan. Aksari bemorlar nima haqida gapiradi? 90% bemorlar bitta narsa haqida gapirar ekan, bu hayotga nimaga keldim va nimaga erishdim. Afsuslanadigan narsasi bu sayohat qila olmagani, boshqa davlatlarga chiqa olmagani. Shu narsadan juda ham afsuslanishar ekan. O'limi aniq bo'lgan insonlar o'shandan keyin tushunib yetar ekan. Men bu gapim bilan nima demoqchiman? Sayohat qilish bu juda ham insonga foydali narsa. Miya ishlashini ham juda ham rivojlantiradi. Miya shunaqa harakat qiladiki, o'ziga halol, oson pul topish yo'llarini qidirishni boshlaydi. Siz sayohatga chiqishingiz uchun. Sayohatda, bunaqa sayohatda olayotgan emotsiyalar 20 ming, 30 ming dollarga ham bu emotsiyalarni ola olmaysiz. Shaxsan meni hozir mashinam yo'q. Men bu pulga ketadigan pulga ozgina qo'shib mashina olsam bo'lardi. Lekin men bu yerda olayotgan emotsiyalarim, olayotgan motivatsiyam keyinchalik inshaalloh 10 ta mashinani pulini olishga bemalol harakat qila olaman. Sam glavni to'xtab qolish kerak emas. Nima bo'lishidan qat'iy nazar sayohat qilish kerak. Okalar, atrof muhitni qaranglar. Bu gapimiz hammaga tegishli emas. Ba'zi bir o'zini yo'lini topa olmayotgan, hayotda juda qiynalayotgan insonlar bor. Shularga tegishli gaplar. Ortiqcha gaplar bo'lgan bo'lsa uzr.